Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Seximizda yana yangi zakazlar ishlarni boshladik. Hop, 3 ta 1 qanotli eshik, bitta 1,5 qanotli eshiklar. Keyin kraskaga eshik olib qo'yganmiz, restavratsiya qilgani. Hozir mana eshiklarimizni baryerga tayyorlash jarayoni. Quluplarni hamma yo'llarini ochib oldik. Endi yo'llarni shifaklovka qilib, bu chiqmaydigan tarafi polniy shifaklovka qilib, keyin jilvilanadi. Yo'llari MDFlar qoplangan yo'llariga kirdi chiqdi bo'lmaydi, xudo xolasa. Kesaklarni ham dabor joylarini ochganmiz. Qarshiylarni o'yib qulibdi. Bular nalchkalari. Nalchkalar o'sha yangi fasonda nalchkalardan. Chiroyli chiqadi, xudo xolasa bu nalchkalardan. Bu tarafdan qulib ochish jarayoni. Shunday qilib chiroyli qilib ochyapmiz, xudo xolasa. Cho'tki qilib. Buni qolipi biz MDFdan yasab olganmiz, bundan qolib chiqarib olganmiz. Chiroyli chiqadi. Bu tarafda eshigimizga apkilatlar qatirish jarayoni. Apkilat ham qalingina baquvvat bo'lgan 3-4li apkilatlar. Eshiklarimiz hammasi oynali bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib chiqadi. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.